yuvilmagan toza jazimiz keldi akalar. 2004-yilgi 1 to'rt объемdagi mana shu jazimiz sotuvga chiqyapti. Mashinani ko'ringlar akalar, motorlarini ko'rdik, tutamayapti. Mashinaning qozonlari butun orqa oldi, butun to'rtta yangi letniy balon sakadiskalarni qo'yib qo'ygan mashinaga. Xo'p, mashinaning salonini bitta ko'raylik-da. Saloniga keladigan bo'lsak, konditsionerlari bor ekan, korobka mexanika, zavodskoy chexollar toza turibdi, Android monitorlar qo'yilgan. Xo'p, mashinaning holati yaxshi, sredniy stasionardagi laboylarda siniqlar yo'q, boshqasi yo'q. Mana shu jazimiz sotuvga chiqyapti akalar. Jazlar bilamiz, pulini tashamaydi. Jaz olganlar kuymaysizlar, xudo xolasa olsanglar 2 yil, 3 yildan keyin ham yana mashinaga yoki bo'lmasa bundan ham balandroqga sotsanglar bo'ladigan qoldi jazlarimiz akalar. Xo'p, mashinaning holati yaxshi ko'rinib turibdi, normalniy. Yuvmabdi xolos, to'g'ri gap. Hozir bitta mashina reklama qilayotgandik. Aka, buni ham qo'yib yuboraveraylikmi deb turishadi. Reklamniy zonamizga qo'yib qo'ydi. Yuvmasdanlar chiqaryapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Mashinaning puliga keladigan bo'lsak, 530 ming so'm kami bor qo'yilyapti. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Egasiga telefon qilib, kam ko'zini gaplashib olamiz. Mana bu videoni kimga jo'natamiz? Jaz istab yurganlarga jo'natamiz. Podpiskani bosmagan bo'lsak, podpiskani so'zsiz bosib qo'yinglar akalar. Rahmat.